Oy, 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 oy. Ne oldu? Gitti 12. O maktabga geç qolamadı. Qol joyida tursa, maktabda ovqatlanib olarman. Yaxshi. Xo'sh, endi qani yuz qo'l yuvamiz. Qani ketdi. Tezroq. Nega suyatda o'chirmadim kecha? Tezroq. Yaxshi. Xo'sh, endi men qo'limni yoqqa qarayapti. Zombi anaqa yo'qotdi. Tezroq maktabga borish kerak, tezroq. Qanchalik tez borsak, o'zimizga shunchalik yaxshi. Xo'sh. Endi. Xo'sh. Oson olgan o'li. O'li konsul. Xo'sh. Endi. Tanavvus bo'ldi. Bufetdan bironma yegani olib olsak ham bo'laveradi. Yaxshi, tanavvus bo'lganidan keyin yoqadi, chunki ko'chada aylansam bo'ladi. Hop. Assalomu alaykum. Aka. Yo'q, yaxshi, rahmat. Bitta tort olsam bo'ladimi? Bo'ldi. Bu o'rtaga go'sht. 5 ta bo'lsa. Ha. Sağ olun. Endi bu maktab yangi, shuning uchun ham xonalarda bironta jihoz yo'q. Xonaga kirib ovqatlanib olsam bo'laveradi. O mana yangi maktab bo'laveradi. Endi ovqat yeb olish kerak. Qani xona bo'ldi. Noz yetarkan menga. Noz uyga olib ketaman. Voy. Aman. Xo'sh, endi. Voy. Otam telefon qildi. Alo, bu kim? Alo. Kim bu? Oy, bana tanıdın mı? Kechirasan. Men tanimadim, kim bu? Ben sen tanışıyman o. Doniyor. Ya Doniyor, qalisan, yaxshimisan? Xo'sh, nima maqsadda telefon qilyapsan? Nima bo'ldi? Orta o'qlasam, bizga qo'shni sinf urush e'lon qildi. Nima? Qanaqasi urush e'lon qiladi? Axir bu yangi maktab bo'lsa, tinch urushlar bo'lmasmidi? Orta o'rgantirib o'zing gaplashib ket, darsdan keyin. Aha, bo'ldi. Hozir darsdan keyin o'zim borib gaplashib kelaman. Sog' bo'l. O'rtoqlarim hech tinch o'tirmaydi-da. Mana dars ham boshlandi. Oson olgan bo'ldi. Xo'sh, endi ko'ramiz kim. Xo'sh, mana assalomu uyimga keldim. Endi maza qilib uxlasam bo'laveradi. Yaxshi ham birinchisi menman. Nima? Endi o'tam quvvatmi? Alo. Nima bo'ldi? Gapir. Orta o'qlasam, ertagagi o'qishga nima qilaylik? Tayyorlanaylikmi? Yo'q. Ertaga
yerda ko'ramiz kim yutarkan. Oxirgi sen yo'llamaymizmi? Qo'yib chiqaveringlar ertaga ko'ramiz kim zo'r bo'lishi. Menda bitta g'oya bor. Sizlar bemalol choy nima qilib o'zim shu ishni qilaman. Bo'ldimi? Oha, xo'p. Bo'ldi. Yaxshi. Ular menda nima borligini bilishmaydi. Minika. Ular menda bu narsa borligini hech qachon bilisharmidi. Xo'p qoldim. Bu narsa bizga juda ham kerak bo'ladi. Mana mashinada tirretib otib tashlayman, ko'radi kim zo'r. Unda hozir bemalol uxlaydigan payt, shuning uchun ham bo'pti. Rom bo'ldi, olasizlar. Nima? Endi yolg'iz urushamiz ekan-da. Qo'yganlardan qo'rqib qochib ketdimi? Qochib ketishdi. O'zimni urushga yuborishdi. Nima qildi endi? Kuldirma. Nima maqsadga kelding? Sen yorib qo'yamiz-ayu. Yorpaslar. Shuning uchun ham sizlar yo'langa sovg'a bilan keldim. Qoshlaring. O'ynon bo'laman. Doim ish beradi mana shu. Muammo qilishdi. Hammasi. Men yurgan oldimmi, yo'qib ketdim. Ama endi ko'ngil tinch. Bemalol yursak ham bo'laveradi. Yetirib qo'ydim o'zi ham. Doim ish beradi. Xo'sh. Endi kirib kompyuter o'ynasak ham bo'laveradi. Qani, bali. Kompyuterni oldiga o'tirsam boru. Qani, CS:GO'ga kiraylikchi. Yaxshi, maktabga borish payti ham bo'ldi. Xo'sh, vamos. Voy. Ular deb o'yladingmi? Yo'q. Endi sen olasan.